Uchqunaga. Hop, Qibray tumaniga kelganman. Mana Mirzo Ulug'bek shaharchasini bilasizlar. Shundan o'tib kelganinglarda chap qo'lda Uzumzor mahalla bor. To'g'ri kelasizlar. Ana bu yoqlar chiroyli nima deydi? Bir dashniy bo'lgan oldin mashinaga o'xshagan joylar. Shu yerda mana bir mahallaga keldim. 5 sotu, mana 5 sotu hovli. Mana bunaqa tugallanmagan mana korobkasi bor. Endi qiziq bo'lsa qoldirasizlar, bo'lmasa buzib tashlaysizlar. Shu yerda suv, gaz, svet hammasi bor ekan, qo'ni-qo'shnilar yaxshi, havolari zo'r, ana shahardan bir zerikib charchaganida chiqib qo'yib, ana qozonga ilik sho'rvani tashab qo'yib, ketidan ikkita jigarman bitta kalavatni qo'yib yotadigan joylar ekan, xullas. Okamga pul zararlagan, men bu yog'ini boshladim-da, endi bu yog'ini torta olmayman, shunga sotaman, antan domab turaveraman dedilar. Xo'p, narxini srochiy narxida berib yuboryaptilar. 42 ming so'rayaptilar. Mana shu 5 sotu mana shu turishiga yana kelishtiradigan joylari bor. Pastda nomerlarni qo'yib beraman, egalarini aloqaga chiqinglar, tamom. Tabiati zo'r joylar ekan, bo'ldi.